Hozir sizlarga berilayotgan ma'lumotimiz. Ko'pchilik bu savolning javobini tirkama uychada ruxsat etiladi deb belgilab qo'yapti. 159-bandida Assalomu alaykum. Men Ilhomjon Jo'rab, ko'p yildan beri avtoinstruktor bo'lib ishlayman. Hozir sizlarga berilayotgan ma'lumotimiz imtihonda yangi qo'shilgan va ko'pchilikni chalg'itayotgan savolni ko'rib chiqamiz. Ushbu savol quyidagidan iborat. Odamlarni quyidagi hollarda tashishga ruxsat etiladi. Ko'pchilik bu savolning javobini tirkama uychada ruxsat etiladi deb belgilab qo'yapti. Bu holat xato. Ya'ni barcha ko'rsatilgan holatda odam tashish taqiqlanadi. Bular F2 yuk tashiydigan tirkamalarda, tirkama uychalarda, bolalarni yuk avtomobilining yukxonasida, traktor va boshqa o'zi yurar uskunalarda odam tashish taqiqlanadi. Bunga sabab yo'l harakat qoidalarining 26-bobi va 159-bandida shuni ko'rsatib o'tadiki, odamlarni tashish quyidagi hollarda taqiqlanadi. Bolalarni yuk avtomobilining yukxonasida, transport vositalarining kabinasidan tashqarida, furgon yukxonalarida, shunga o'xshagan holatlarda, traktor va boshqa o'zi yurar uskunalarda yuk tashiydigan tirkamalar, tirkama uycha, yuk mototsikllari, elektr mototsikllar, mopedlar va skuterlarda odam tashish taqiqlanadi. Ko'rib turgan holatingiz. Bu savolning javobi barcha hollarda tashish taqiqlanadi. Ya'ni izohi quyidagicha ko'rib chiqdik. Sizga ham avtotest bo'yicha yangi savollar yoki avtotest bo'yicha yangiliklar birinchilardan xabardor bo'lish uchun bizni YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.